Burmester akustik sistema. Okam mana ichki salonga bitta baho berib qo'ying. Shunaqa bir chiroyli ishlab qo'yishgan. Bilgan bo'lsangiz kerak, qaysi avtomobil ichida o'tirganimizni qop-qora kojali salon. Men podsetkalarni aytmaysizmi? Allohni tema. Okam siz uchun juda ham ideal holatdagi bo'lgan Mercedes-Benz W213 200 avtomobilni topib qo'ydim. Yetmaganiga oppoq rangda. Buni videoga bitta baho berib qo'ying. Juda bir chiroyli ishlab qo'yishgan, istarali qilib gap yo'q. Avtomobilimizda 2 litr turbo, 184 ta ot kuchi bilan jihozlangan va shu kungacha 69 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Juda ham yumshoq ballonda AMG disk, Touch Spozon 5 kuchli dostum. Ichki salonlarni yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsangiz bo'ladi, qarang, podsetkalarni, navortlarni aytishim shart emasdir, okam, o'zingiz bilasiz. Juda ham bogatli komplektatsiyada zadniy vidlarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Old orqa klimat kontrol, gap yo'q. Hali ham salonlari matvi bo'lib turibdi. Katta panoramli krisha. Mana pisochniy farlarni aytmaysizmi? Allohida tema. Okam, ushbu avtomobilimizni narxi keladigan bo'lsa, 46300 domimizni juda ham shikolat narxda chiqyapti. Oppoq rangga yetmaganiga. Okam, sotilib ketmasdan tez ulgurib qoling, zo'r narxda.